Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Ha, o'sha yerda o'tir, o'sha yerda o'tir. Nima gap? Senga ham ideya kerakmi? Ha, ideya kerak edi. Xo'sh. O'zbek bo'lmoqchiman. Yaqin yo'l tanlabsan-ku. Butun hayotingda odamlar nima deydi deb o'tqishga tayyormisan? Nimaga unaqa deyapsiz? Unda eshitjiyam. Tug'ilding. Mayli endi bog'cha bilan roddomni tanlash huquqing yo'q. Uydagilaring xohlagan maktabga borasan. Bitirding. Uydagilaring xohlagan o'qishga topshirasan. Uydagilaring xohlagan ishga kirasan. Onang xohlagan qizga uylanasan. Agar qiz bola bo'lganingda dadangning eng yaqin o'rtog'ini o'g'liga erga tekkan bo'larding. Keyin o'zi $2000 puling bor. Bir $35000 to'y qilasan. Itdan bursak qarz bo'lasan. Keyin u qarz to'lash kerakmi? To'lash uchun nima qilasan jiyan? Rossiyaga ketasan. Rossiyada itday ishlaysan, kelasan. Bolali bo'lasan. Bolangning otini ham apang bilan dadang qo'yadi. Keyin ana 3 kunlik bolaga yo Mers yo Rolls gaplashib raddomni olib chiqishing kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Keyin bolangni xuddi o'sha o'zing katta bo'lgan shablon bo'yicha kattartirasan. Chunki sen otangdan psixologik travma olgansan yoshligingda. Sen ham bolangni tajriba quyonchasi qilib xuddi mana shunday katta qilasan. Keyin endi bo'ldi, mana og'zim oshga yetdi, men ham bir bolam rohatini ko'raman deb yashayman degan payting, bitta shu 55-56 vallohi alam mana shu yoshlar atrofimda Rossiyada ishlab kelganda oyog'ingdan zakcha o'tib ketgan bo'ladi-da. Keyin shu belingdanmi, shu xaylingdan, pochkangdanmi rak bo'lgan bo'lasan-da, o'ylasan-chi. Butun hayoting odamlarni rozi qilish bilan o'tib ketadi. Mana shu narsalarga tayyor bo'lsang, o'zbek bo'lsang bo'ladi. Tushunyapsizmi? Xayr salomat bo'ling.